Demak qarang, azar. Bu qanaqa uchburchak ekan bu? Teng yonli uchburchak. Xo'sh, mana bu ikkita yon tomoni teng bo'ladigan bo'lsa qanaqa uchburchak deyilar ekan? Teng yonli uchburchak bo'lar ekan. Teng yonli uchburchakda yon tomonlari asos bilan hosil qilgan burchaklari teng bo'lar ekan. Masalan, birinchi mana teng yonli uchburchak, mana u bilan mana u teng. Mana bu burchagimiz 40 bo'lsa, mana burchagimiz 40 bo'ladigan bo'lsa, mana burchagimiz ham qancha bo'ladi? 40. Bu 40 80 bo'ladigan bo'lsa, tepa burchagimiz qancha bo'lar ekan? 100. Demak, ikkinchi aytadiganimiz, mana yana teng yonli uchburchak. Mana u bilan mana u teng bo'lsin. Mana bu burchagimiz bo'lsinki 80 bo'lsin. 80 bo'lsa, 180 da 100 qoldik, 100. 100 qoldi. Bu qancha bo'ladi? 50. Bunisi qancha bo'ladi? 50. Yaxshi. Demak, uchinchi aytadiganimiz, yana teng yonli uchburchak. Mana u bilan mana u teng. Mana bu burchagimizni 30 deyapti. Yana qaysisi qanchaga teng? Yana qaysi burchagimiz qanchaga teng? Yo'q. Mana bu ikkovi teng-ku. Bu 30 bo'lsa, mana bu ham 30 bo'ladi. 30 60, bu qancha bo'lar ekan? 120. Tushundinglarmi? 4-chi. Mana. Teng yonli degani, masalan, mana bu bilan mana buni teng deyapti. Mana bu burchagimizni 80 deyapti. 80 bo'lsa 100 qoldi, qancha bo'ladi? 50. Bunisi qancha bo'ladi? 50. 5-chi. Mana uchburchak. Mana u bilan mana u teng. Mana burchagimiz 100. 100 bo'lsa bu 80 mi? Bu 50. Bunisi qancha bo'ladi? 50. Bugun faqat 50 kun ekan-da. 50. 6-chi. Mana. Xo'sh. Mana u bilan mana u teng. Mana burchagimiz bo'lsinki 90. Bu qancha? 45. Xo'sh, 7-chi. Xo'sh, demak ketdik. Juda ham chiroyli savollar bor, shularga o'tamiz. Xo'sh. Masalan, mana savol. Bunisi bunday, mana bilan mana teng. Mana burchagimizni 50 deyapti. Burchagimizni 20 deyapti. Mana burchagimiz alfani topishimiz kerak. Shu yerda teng yonli uchburchak bormi? Bor-a? Qani? Rahmat sizlarga. Mana bu teng yonlimi? Bu 20 mi? Qancha qoldi? 160 qoldimi? Bu 80 mi? Uni 80ligini yozyapman shartmas. Katta uchburchakka qara. Katta uchburchakni ko'ryapsizlarmi? Bu 50 bilan 20, 70. 80. 70 bilan 80. 150. Alfamiz necha bo'lar ekan? 30. Ana shunaqangi chiroyli savollarga o'tamiz. Xo'sh. Demak, yana misol uchun 8-chi mana savol bo'lyapti. Mana. Xo'sh. Mana. Bu. Tak. Mana burchagimiz bo'lsinki 80. Mana burchagimiz bo'lsinki 40 va mana burchagimiz bo'lsinki x. Teng yonli bormi? Bormi? Qani teng yonli? Mana bu teng yonlimi? 80 mi? 50. Bu 50 mi? Bu necha? 50. Ne? Bu 40 mi? 50 bilan 40. X'imiz necha bo'lar ekan? 90 bo'lar ekan. Demak, 9-chi. Mana. Xo'sh, mana. Demak, bunisi bunaqasiga o'tyapti. Mana bu va mana bu ham teng. Mana burchagimizni beryapti 80. Bizga aytayapti, alfani toping degan savol bo'lyapti. Teng yonli bormi? Qani? Bu 80 bo'lsa, bu qancha bo'ladi? 50. Bugun shu 50 kun ekan bak, ha? Bugun kunimiz 50 kun ekan. Mana bu ham teng yonlimi? Bu alfa bo'lsa, bu ham alfami? Ikkita ichki uchinchisini tashqisiga teng. Sen xohlasang buni 50 ni bu tarafini 130 deb ishla, lekin osonroq ishla, tezroq ishla. 130 qilmagin. Ikkita ichki deganimiz uchinchisini tashqisimi? Bizda ikkita alfamiz 50. Alfamiz qancha bo'lar ekan? 25. Tushunmoqchi bo'ldinglarmi? Yaxshi, davom etamiz. Xo'sh, keyingi savolimiz bo'lsin. Tak 10-chidayamiz. Mana bu savolga o'xshagan savol beribdi. Lekin oson deb o'ylayman. Mana bu deyapti, bu bilan bu teng deyapti. Mana burchakni 40 deyapti.
Mana burchakni 60 deyapti, x ni toping degan savol bo'lyapti. Bu 40 bo'lsa, bu ham 40 mi? Bu 60 bo'lsa, bu ham 60 mi? X'imiz qancha bo'lar ekan? 80 bo'lar ekan. Yaxshi. Yaxshi. Demak. 100 bo'ladi-da 60 bilan 40. X'imiz 80. Ya, baraka topgan. Mana, qara. 60 bilan 40. Yes. 60 uchalasi 180 mi? X qancha bo'lishi kerak? Shu, bo'lmi? No problem. Xo'sh. Bunisi mana bunday o'tdi. Bunisi teng. Xo'sh, mana burchagimiz 20 deyapti. Juda ham chiroyli savol. A deyapti, B deyapti, C deyapti. A B teng. A C deyapti. A B bilan A C teng ekan. A B bilan A C teng ekan, teng belgisi qo'yilmagan. Ya'ni qo'yilmagan bo'lsa teng emas ekan demang. Teng. Mana bu teng. Mana bu bilan qarang, voy, mana bu teng. Prosta teng belgisi qo'yilmagan. Mana aytib o'tib ketgan. 120 mi? Qancha qoldi bizda? 160 qoldi. Mana bu 80. Bu ham 80 bo'ladimi? 80 yozmadim. Bu tengyorlik-ku. Bu 80 bo'lsa, mana bu ham 80 bo'ladimi? 80. Bu qancha? Agar juda ham qiziqib, mana bu burchak qancha desa, bu burchak qancha bo'lar ekan? 60. Savol belgilaymiz.